Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Yana bir yangi ishimizni boshladik. Obyektga keldik. Bu xonamizda ish jarayoni patologimiz Dekor MDF bo'ldi. Dekor Plus. Mana lampamiz qo'yildi. Dekor Plusimiz devorimizni asli usti remonti jidga bo'y bo'lgan edi. Qo'parib tashlab jidga bo'yini joylarni to'g'irlab rotman qilamiz. Mana devorlarni tangani to'ldirib o'talaydi o'zgartirilganligi uchun. Keyin ustidan shpagulovka o'tamiz va oddiy rang qilib beramiz buni. Joylarni to'g'irlab qilib qilib patkoslar olindi. Chiroyli qilib ikkisidan shpagulovka bo'ladi, keyin kraska. Kimdir qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Javob berishga harakat qilamiz. Biz bilan birga bo'ling. Yangi videolar chiqarib boramiz. Assalomu alaykum.